Assalomu alaykum azizlar. Hurmatli obunachilar. Sog' salomatmisizlar? Biz bugun xirin, yer qalampirining foydali xususiyatlari bilan tanishtiramiz. Bu o'simlikni yekajonlarimiz yaxshi bilishadi. Ziravor sifatida yaxshi tanishadi. Biz bugun xirin haqida gaplashamiz. Xirin qaramdoshlar oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 50-120 santimetrgacha ko'p yillik o't o'simligi hisoblanadi. Ildizi yo'g'on shoxlangan. Ildiz oldi barglari yirik, uzun, bandli, nashtarsimon, bandli yoki bandsiz, ketma-ket o'rnashgan. Gullari oq rangli, ko'p gulli shingilni hosil qiladi. Mevasi 2 xonali quzoq. Yer qalampiri ildizlari o'tkir ta'm beruvchi omil, ziravor hamda dori-darmonlar sifatida ishlatiladi. Uning kimyoviy tarkibi ildizida sinigrin glyukozidi, merazin fermenti, oqsil tarkibli antibiotik modda, lizosim, uglevodlar, efir moylari, mikroelementlar bor. Bargida esa vitamin C miqdori juda ko'p, ya'ni 350 mg foizga yetadi. Flavonoidlar, alkaloidlar mavjud. Qalb tabobatida siydik haydovchi, ishtaha ochuvchi, lavsha kasalligida, shamollaganda, nafas organlari kasalligida, namli yo'talda yaxshi natija beradi. Tibbiyotda yer qalampiri antibakterial xususiyatga ega bo'lganligi uchun, ya'ni uning tarkibidagi lizosim antibiotigi viruslarni o'ldiradi, miya faoliyatini yaxshilaydi, buyrakdagi tuzni eritadi, qonda qand miqdorini me'yorlashtiradi. Bargining qaynatmasi dermamikozda, gemoroy kasalligida ichni yumshatuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Xullas, xirin butqa holida bosh, tish, buksa, bel og'riqlarida kompress qilinadi yoki surtiladi. Tuzalishi qiyin bo'lgan yara va jarohatlar yuviladi hamda kompress qilinadi. Xirin sog'lom kishi tomonidan suiiste'mol qilinmasligi kerak. Me'da-ichak, jigar kasalligida, me'da osti faoliyati buzilishida tavsiya etilmaydi. Hurmatli obunachilar, keyingi videolarimizni kuzatib borsangiz, biz xirin ildizidan va bargidan qanday qilib butqa, qaynatma va damlama tayyorlashni ko'rsatib beramiz. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Uzoqlarda fikringizni qoldiring. Bu bilan siz kanalimiz ravnaqiga hissa qo'shgan bo'lasiz.